Salom do'stlar. Cho'ng bir xush xabar bor. Men hozir Mong'oliyaning Xobtu o'lkasida. O'sha atrofda bir Uyg'ur akamiz bor ekan. Hozir men uyini izlayapman. Men orqamdagi bino bo'lsa Xobtu o'lkasining hukumat binosi. Men hozir mishaga yetib keldim. Men mushkuchini bo'ylab menyapman do'stlar. Niyada soqchixona bor ekan. Yaxshimi? Siz qozoqmi? Mongol. I'm Mongol. Where are you from? I'm from China. Xitoy Timur. Xitoydan keldim. Siz qozoqcha bilasizmi? Can you speak Kazakh? No. No. Bye. Goodbye. Men qozoqniki deb qopdim, men Mong'ol ekan. Men sugatim baka men yo'lida. Ruqiya qani? Hozir biz nega boramiz? Tog'imizning uyga. Mong'olmi Uyg'urmi? Ha. Navda Uyg'ur, no men Xudan bo'ladi. Oo. Rasmi? Uyg'ur qarindishimizdan topdim oxiri. Qaranglar. Men Uyg'urlar ko'chisi ekan. No Uyg'ur. Men Uyg'ur ko'chisi ekan, hamsa. Usmoq bormi? Tunishing keldi. Atas beda. Yaxshimi, yaxshimi? Atang nima? Ating kim deydi? G'anima. Sizning ismingiz nima? Didar. Didar. Sizning ismingiz? Bahar. Bahar. Ankiz sizning dadangiz Uyg'ur. Ya. Siz burun bilmaydingiz o'zingizning Uyg'ur ekanligini eshitdingmi? Birisini bildim. Ha, 5 yoshingizda bildingiz. Kim aytib berdi sizga? Men papamdan so'radim. Ha, dadangizdan so'radingiz. Ya, dadamdan so'radim. Dadam aytdi, "Sen Uyg'ursin" deb aytdi. Odan keyin men atam bor qo'y, Isib. Ha. Atamdan so'radim. O kishi da Uyg'ursin deb aytdi menga. Men biroq qasdimda nayman bo'lib yurman. Biroq men shin Rum, Ha. Uyg'ur. Mening qo'shnim Abdug'ani tahi. Mening qo'shnimning ismi Abdug'ani. 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 Ha, hozir Yusufjon akamizni saqlayapmiz. Sen Qashqarga ekdingmi? Qashqarga boramsa? Qashqarga ekdibsan, Uyg'urchani yaxshi o'rgatib ekib qo'yma. Bo'lamda? Qashqarga gapirma. Sen ham shu yiltizing Qashqarda asli. Qashqarga boramsa? Men Qashqarga gapirma. Ruqiya hozir paranglashadi-da. G'anijon, Bahargul, Didar bilan. Yusufjon akamizning dadasi allaqachon olamdan o'tgan. Hozir shu Yusufjon akamiz va Yusufjon akamizning bolalari, uning nevaralari ham Mishada yashaydi ekan, ham Qozog'istonda yashaydi ekan. Qaraydigan bo'lsak, Yusufjon akamiz yangi uy so'latibdi do'stlar. Abdug'ani ishlab ketibsan-ku. Öpküm komutası. Ha, uxlaydigan joy. Ha, rahmat. Ha. Bu benim ata apanın yıktığının komutası. Buna da Mabek cho'nkan-ku. sal. Zal. Buna da asi. Kokna. Ha. Tamak şirince. Ha, tamoq ichadigan joy. Ya. Tushundim, rahmat. Bu zaten benim atam ve apam agurot, akurtin, kavun, çilge, üsret. Bunun üstünde kavalar var. Men ko'rdim. Ko'p kavlar bor ekan. Kava. Kava bormi? Kava üsür zatır. Ha, kava o'sib ha? Ya. Mene üsür koydu üsür brive. O, cho'nkan. Hozir dasturxon hozirlabdi biz uchun. Biz kirib choy ichib olaylik do'stlar. Abdug'ani nima bo'ldi? Sen ham velosipedingmi? Men tavuz mishaning tavuz ekan. Hani iyi oldu. Yesin, mayli, chiqsi yo'q, chiqsi yo'q. Au. Chiqsi yo'q. Mayli yesin demoqchi. Ha, ketding siz. Bilayli. Bila yeyli. Ha, bay. Rahmat sizga, Didar. Sizga rahmat Bahar. Akaşık. Sizga rahmat Abdug'ani. O'qishiq dey. Çok. Sizin ayınız Amerika'da kapkara bulat. Amerikan odamlar qip-qora bo'ladi. Nega appak? Nima? Amerikaning odamlar odatda qop-qora bo'ldi-ku, sizning ishqa oq deydi. Mavla demakchi, Amerikaning odamlari qora, sizning ishqa oq deydi. Amerikada ziq xil ranglik odam bor. O'zimizning yurtga kelib qolgandek his qildim, shunchalik xush bo'ldim, shunchalik hayajonlanyapman hozir. Birdan turib akamiz bilan suhbat olib borman. Shu videoni sizlarga sunaman. Yaxshimisiz aka?
Ha, yaxshi. Uyg'urlarga salom berib o'taga. Assalomu alaykum. Tuqqanlar. Barliklaringizga selam. Men buna Mong'oliyada turaman. Dadimiz shu Qashqarlik. Qashqardan Jingsay shahridan kelgan ekan. Dadimiz tugab ketdi, endi qolgan urpaqlar balalarimiz. Mana tuqqanimiz gap. Tuqqanimiz bilan paranglashib yaxshi vaqt qoldik. Sizlarga bir salom endi. Rahmat aka. Dadimizning ismi Mahmudulla Yasin. Yasin degan. Dadamızın ismi Yasin şunama. Dadimizning ismi Yasin. Ko'ng dadimizning ismi Mahmud. Dadamız qanchinchi yili shu Mong'oliyaga yenib ketdi ekan? Dadimiz endi 1930 necha yil qo'y endi. 1930-yili shu Mong'oliyaga yenib ketdi ekan. Qashqardan shunama. Qashqardan. Biz misol endi dadimiz Uyg'ur odam endi Uyg'urcha so'zlaydi. Biz yaşımız Qozoq bo'lganidan keyin dadimiz tugaganidan keyin endi Uyg'ur endi yaxshi so'zlaydigan odami yo'q. So'dan endi Qozoq bo'lib ketdi endi. Biroqda qarimiz Uyg'ur. To'g'ri. Dadimiz 86 yil 76 yoshda deb qo'ydik. Mana Yusufjon akamizning ayoli bizga tamoq yetib turyapti do'stlar. O'z qo'lida yo'g'irgan xamir, hozir xamir yeyapti. Rahmat sizga. Japa chekdingiz. Yo'q, kim yo'q. Balam bor, o'zlarim qilgan. Men chalim ana akimning jerlisi, dadamning jerlisi ekan deb жақсы көріп, кеңесіп жүрген отыр. Қашқарға барғанда соны ана енді Сүттің дадасының туыстары немет кеткен шығар. Жоқ қой, жоқ болса соны іздеу керек болып отыр. Іздеп табамыз. Баласын табу керек болып отыр, баладарын. To'g'ri. Sizlar qachon to'y qilgan? Qanchinchi yil to'y qilgandinglar? Biz ba 87 to'y bo'ldi. 87-yili. Qaynotangiz 86-yili qaytish bo'ldi. Biroq da menga ana qog'ozga yozib ketibdi. Lekin siz qaynotangizni bildikansiz, unutib qolmabsiz. Unutmayman. Ko'rdim. Ana qaynatamiz bizning ulkan molda kisi bo'lgan. Mana ауырған кісілерді жазады, дұға жасайды, тұмар жазады. Мынандай көтеріліп ауырған кісілерді тауыққа көшіреді ауруын. Сондай үлкен кісі болған. Содан біздің менің әке-шешемменен дәмдес тамыр жүрген. Менің ана Үсіптің жаңғыз ағасы болды, тақ қайтып кетті. Сол кісі оқиды. Терісші ана кісі неменеше жаз кеттегі. Ләтінше. Соны оқиды. Сонда оқығанда сонда естідім. Мен үйде жүргенде, мен қыз бала болып үйімде жүргенде, қайнатам біздің үйге барып қонатын. Сол кезде айтып отыратын. Мен сөйткен, мен содан келдім деп. Сонда біз бірақ тілін ұқпаймыз. Ұйғырша сөйлейді. Қайнатыңыз ұйғырша демді? Ұйғырша сөйлейді. Қазақша сөйлемейді, ұйғырша сөйлейді. Інім қалды, әпекем қалды, қарындасым қалды деп іздеп тұрды. Қашқардың Женсай деген жерінде деп тұрды ғой. Мынау менің үлкен ұлым, келінім, ұлым, қызым. Мынау ағаң Үсіп, мынау мен, мынау жаңағы ұлым, мынау менің жаңа кітей қызым, мынау немерем. Атысы неме, ісме? Аты Бауыржан, Мұхаммед Әли, Ұйғыржан, мынау Аппақожа. Аппақожа. Үсіптің әскерге барғанда. Үсіптің әкешінің әскерге барғанда. Оқышмай қалдық, енді адам өзі айтып отыратын да, енді соны dadam aytganda endi sol bir ağam var, bir acham var deb. Sodan keyin endi onda biz kichik bo'ldik. Dadamning ko'p narsa so'ray olmadik-da endi. O'qisolmay qoldik. O kishining
endi tuqqanlarini surashtirib, ular Qashqarga da barmadik. Sen tuqqanlarini tapmadik, surashtirib. Taq bilmaymiz yaxshi. Bilmaydi bo'lganidan keyin, o'qisbayt bo'lganidan keyin yaxshi. İzlegemizde yo'q. Oxter'de biz nima endi surashtirib bir-birimizda tavshalmadik endi. Shunday. Yusufjon aka, sizning dadangiz qaytish bo'lgan vaqtida siz qancha yoshga kirgandingiz? Men dadam qaytish bo'lgan vaqtda 19 yoshda bo'ldim. Dadangiz bilan siz 19 yil birga yashadingiz, birga turdingiz, shunami? Birga bo'ldim. Mushu 19 yil jarayonida siz dadangiz bilan odatda qozoqcha paranglashamiz yoki uyg'urchami yoki mo'ng'ulchami? Dadam bilan uyg'urcha paranglashamiz. Dadam uyg'urcha söyledi. Qozoqcha til yo'q dadamda, uyg'urcha. Ha. Dadangiz mo'ng'ulcha o'rganganmi? Dadam mo'ng'ulcha söylemeydi, uyg'urcha söyleydi. Uyg'ur so'zlaydi, lekin mo'ng'ulcha biladi. Bildi. Qozoqcha biladi. Bildi, qozoqcha biladi. Uyg'urcha söyleydi. Dadangiz Mong'oliyaga kelgan vaqtda qancha yoshga to'q? Dadam Mong'oliyaga kelganda 11-12 yoshida kelgan o'xshaydi. Sol 11-12 yoshida kelgan o'xshaydi. Shu chog'da dadangiz bilan yana qancha odamlar, qancha Uyg'urlar Mong'oliyaga kelibdi ekan shu vaqtda? Shu vaqtda endi dadam bilan birga kelganda endi bir o'zim bilan birga bir yerdan kelganda 7-8 adam kelyapti. Bir o'sal o'rmon tog'ayning ichida adasib qolgan bo'ldi. Sodan 5-6 birga ketdi. Kichik bolalar. Dadam bilan paranglashganda shunda aytdi. Ag'am ba, To'xtixon degan acham ba deydi. Dadam. O'zini tuqqan, birga tuqqan ekan. Dadangiz qancha bola ekan? Dadam 3 va 4 farzand. 4 farzand. Endi ag'am Xunaxon. Xunaxon. Acham To'xtixon dedi. To'xtixon. Yalnız bir acham bor. To'xtixon deb shunday aytadi. Paranglashib dadam bilan paranglashganda dadam shunday aytdi. Mahallada sizdan bilak Uyg'urlar bormi? Sizdan boshqa Uyg'urlar bormi? Abdurax degan akamiz bor. Qanchalik Uyg'urlar bor? Qancha Uyg'urlar chiqadi? Endi Mavosda mana 30 kilometrda. Endi sol burungi Uyg'urlardan balsa endi tuqqanlar endi balasini balasi deganda bir tuzga tayoq uy bor. Hozir bu yerning ismini Xopti deymiz-ku? Xopti. Ama shu Xoptida 100 Uyg'urlar bor. Xopdaning tuvinde endi bir 20 day Uyg'ur bormiz. 20 dak Uyg'urlar. Boshqasi buna nima deydi? Buntsum. Buntsum degan Taranda. Taranda. Tarandami Uyg'urlar bor? Tarandami Uyg'urlar bor. Ular sizlar odatda izlashib turamsizlar. O'zdesib, kezdesib. Masalan, hayit bayramlarda bir yoq yig'ilishib, ko'rishib, paranglashib. Bundan keyin fursat bo'lib qolsa aka, xabarlashib turaylik. Sizni Qashqarga olib dadangiz cho'ng bo'lgan, tug'ilgan yerni ko'rsatib, aylanib, bizning uyga berib, tuqqanlar bilan ko'rishib. Bundan keyin urug' tuqqan, qon qarindoshlar o'taylik aka. Men mishak kelib sizdan ko'rishib shunchalik ta'sirlandim, hayajonlandim, shunchalik xush bo'ldim. Bundan keyin izlashib turaylik. Yaxshi. Siz bilan Qashqarga berib boqmagan, lekin dadangiz sizga Qashqarni so'zlab bergan. Shon siz Qashqarni bildingiz. Hozir siz qayerdandingiz? Qashqardan deydi ekansiz. Siz kim bo'ldingizmi? Uyg'ur deydi ekansiz. Garchi o'zingiz berib boqmasangizmi u Qashqarga, Uyg'urlar boya cho'ng bo'lmasangizmi, o'zingizning Uyg'ur ekanligini unutib qolmabsiz. Qashqarni unutib qolmabsiz. Shuncha xush bo'ldim. O'zingizning kimligini bildi ekansiz. Men Uyg'urman deb bir ayta bermaydi. Hamisi Uyg'urman men deb aytmaydi. Aytmaydi. Bundaqdir. Men shunda hozir kim kelsa-da men Uyg'ur, men Qashqar deb turatmadim. Sodan mana qozoqlar hamisi meni bildi. Yusuf akam Qashqar. Men xotin emasman, Qashqarman deydi.
Men o şopirman dedi, Mishel bir Uyg'ur ba deb. Biladi ekan sizni. Qancha Uyg'ur ba desam, bir Uyg'ur ba deydi. Sizni bildi ekan. Agar siz hozir menga deb berdingiz, 100 Uyg'ur ba dedingiz bu atrofda. Demek sizlar kim bildi ekan. Siz odatda men Uyg'ur, men Qashqardan degandan keyin, avval sizning Uyg'ur ekanligingizni biladi. Shon boshqalar so'rasimi? Ha, Uyg'ur ba bu yerda. Mandaq Yusuf akamiz ba deb darhol deb berdi ekan. Mo'ng'ullama bildi meni. Ha, bildi ekan. Ha, bildi. Mushu mahallada bir Uyg'ur akamiz bor ekan. 80 yosh kirib toshnama. Abdurahmon emasmi? Abdurahmon. 80 yosh kirdimi? Ha, kirdi 80 yoshda. Uyg'ur tilini ravon so'zlaydi ekan. Xanzul tilini ravon so'zlaydi ekan shnama. Biz ata bir yo'qlab chiqaylik. Akamiz bilan ko'rishib, paranglashib. Xayrli sahar do'stlar. Tongmi otdi mana. Mavo akamizning oilasi, o darvoza. Inkizi mavo nima bilmay qoldim. Inkizi arqa oilasiga qaraydigan bo'lsak, miyada bir suybans bor ekan. Mushatini suv tortib ichadigan o'xshaydi. Inkizi mayoqqa qaraydigan bo'lsak, mayanda bir qancha qo'tonlar bor ekan. 3 ta qo'ton bor ekan. Burun akamiz mol chorvalarni boqqa o'xshaydi. Hozir akamiz nihoyat aldirashgan. Ammo shu shaharning ichida tijorat qildi ekan. Ya'ni baqqallik qilgan o'xshaydi. Qo'g'on, tavuz, miyut, chiva degandek. Ankiza akamizning arqa oilasiga qaraydigan bo'lsak mana. Shunchalik kangri, bir ishkimo, mana bo'sh yer bor ekan. Ankiza texmi yiroqqa nazar solgan bo'lsak, nurg'unlagan kigiz uylarni ko'rdik ekanmiz mana. Akamiz aytgan sahar soat 6 bilan chiqayotgan Mong'oliyaga. Hozir akamizning yanagi mangdoq. Mana shu ertavchiga ilib olib chiqadi. Mana shu kun baqqa Yusufjon akamiz ovqat qildigan men bozorga keldim do'stlar. Qaranglar. Mavo akamiz savdo qilgan bozor ekan. Mavo akamizning do'koni, qaranglar. Hamma mevchi bor ekan. Baranga, piyoz, kolleksiya, ma chamg'u ekan. Ma chamg'u qayerdan kelgan? Ana, biroq Mo'ng'ul. Ha, hammasi Mong'oliyaniki ma. Rahmat. Yaxshi ekan matoz. Sizmi Uyg'urga o'xshayotgansizg'o? Uyg'urmisiz? Uyg'ur. Ismingiz nima? Men Aytbekin balasi, Yusufning og'asining balasi. Uyg'urlar chiqqan-ku mavazada. Uyg'urga o'xshaymi ekan? Ha? Soqollaringiz o'xshaydi ekan, ko'zingiz o'xshaydi ekan. Mendan soqol bor qarang. Ma Uyg'ur qarindishimiz ekan. Lekin Uyg'urcha bilmaydi ekan. Dadasi qaytish bo'pti allaqachon. Hammalar bilishinglar mumkin. Yana 150 yil burun, 200 yil burun tarixlarda materiallar so'zilishicha shu Mong'oliyaga nurg'ulg'a Uyg'urlar kelib, qandaq teriqchilik qilish, qandaq dehqonchilik qilish, qandaq meva, ko'ktatlarni yetishtirish to'g'riliq shularga o'rgatgan. Shu chaqdagi Uyg'urlarning avlodlari ham bu. Hisobda 1920-yillari yoki 1870-60-yillari oldi bir asr yoki 2 asr bo'lganlar. Siz Qashqarni bilamsiz? Men Qashqarlikman. Qashqarlikmi? Menmi Qashqardan? Dodam Qashqardan kelgan. Qashqardan kelgan. Uyg'urchani ravon bildigan Uyg'urlar bormi? Uyg'urcha bildigan Uyg'urlar bormi? Yo'q. Misha 80 yosh kirgan bir Uyg'ur akamiz bor ekan. Shuni uyusiga mangdoq. Akamiz bizni keldi. Akamizning uyi Mayoqda. Chunki bu akamizning uyi Miyada ekan. Bu akamizning ismi Abdurahmon ekan. Hozir 80 yosh kiribdi. Ma Abdurahmon Uyg'ur akamizning uyiga keldik. Ma Yusufjon akamiz bizni boshlab keldi. Mong'oliyadagi oxirgi kunimiz. Bugun vatan qaytimiz. Vaqt aldirashchilikda akimizdan yana uzoq turolmagan bo'ldik. Agar vaqt bo'lgan bo'lsa aka, yaningizda bir kun siz bilan birga turib, siz bilan paranglashib qilgan bo'ldi.
Fırsat bo'lsa yana kelamiz. Kelirsin. Muhakimimizning ismi Abdurahmon ekan. Dadasi burun Mo'g'uliyaga ketgan xotanda. Hozir 82 ga kirdingizmi? Shu hozir qisqagina bir ko'rishib, lekin vatan qaytmoqchi. Tinan salomat bo'lsin aka. Rahmat sizga. Qadir degan kishi, mana Nuraxon degan kishi. Nuraxon Qadir. Dadasi. Anamızın dadisi. Turpalliq. Anniki Qadirjon degani sizning Dada cho'ng dadam. Abdurahmon akimizning cho'ng dadisi. Buvimizning dadisi ekan. Anniki zamava cho'ng dadisi ekan. Siz Xotandinmi aka? Xotandan qayerdan siz? Qarqashdinmi? Men Qarqashga borgan 12-oyda. Sizning dadangiz mush Mo'g'uliyaga kelganmi? Qanchinchi yili? Anası ve gelgen Moğol'ya. Ayoli bilan kelgan. Komşu sak koyduk. Sizning asram ekan men Dostlar biz qaytilgan bo'ldik vatanga. Tashqaridan kelgan akimizning o'g'li, misha tug'ilib, misha cho'ng bo'lgan. Men ayoli hadimiz bo'ldi. Akimizning dadasining ismi Yasinjon-ku? Yasinjon o'zi Qashqardan. Tuniygan do'stlarimiz kelib qolinglar. Yasinjon akimizning, men akimizning cho'ng dadasining ismi Mahmudjon ekan. O'zi Qashqardan bo'ldi ekan. Yangsardanmi aka? Dadangiz Yangsardan. Mo'g'uliyaga kelgili bir asr bo'pti mana. Qashqarga operaman sizni.